Davlat tor bexatarlik xizmati tekshirish cho'ng tozalash xizmati yana bir qatimligi boshlandi. Shunga ko'pchilik kech soat Beijing vaqti 11dan keyin har qanday o'zingizning ayrimxonasi bo'lsin yoki undidar to'plar bo'lsin yoki ko'ku to'plar bo'lsin, har qanday ovozliq yoki xatlik uchur yo'llash yoki video yo'llash hamma ishlar butunlay to'xtasin. Ko'pchilik mening gaplarimning mazmunini men bak echib davassam, ko'pchilikka ba'zilarga bakli ta'sir qilib ketib hayajonlanib o'zimizni yo'qotib qo'ydigan ishlar bo'lib qolmasin. Men mushunchilik gap qilganda ko'pchilik ham mush gaplarning bir asosi bordu Mayra xonimga kelgan xabarda deb mundaq bilaylikmi? Biz qandaq bir tanduyning odamlar bo'lib o'tiryapmiz, bunisi bizga aniq-ku. Biz Jungo arzusi supsining asosiy supsining bir a'zolari. Demak, bu supidagi har bir a'zoning tor bexatarligida manfaat qo'g'dilish, manfaatini o'zi qo'g'dash ham bexatarlikka kapolatlik qilish majburiyati bor. Chunki mushu supiga tava bo'lgan har bir puhra mayli davlat tarafidan bo'lsin, mayli o'zining shaxsiy bexatarlik xizmati jihatdan bo'lsin, mayli to'plarda bo'lsin, mayli ayrim xonlarda bo'lsin, gap, so'z, ish, harakat hammaga intayin diqqat qiladigan yerga keldik ko'pchilik. Ayrim xoningizdami o'zaro bir-biringiz bilan ba'zi bir tilga elishga bo'lmaydigan gap so'zlarni sazgur temalar ustida paranglashmang, xat yozishmang. Har bir mushu tashuji ichiga ismi kirganligi mushu arzu sepida, Jungo arzusi sepida bor bo'lganligi davlatimizning sansepir 11 ichida ismi bor odamning tor bexatarlik xizmati tekshirish jarayonida sizning har bir uchuringiz, har bir qilgan gapingiz, har bir yozgan uchurlaringiz kayni supida tashujida chiqib turdi. Bizga atdigan soat Beijing vaqti 8da, Xinjiang vaqti 6da intayin muhim yig'in ochilib bu ishlar bir qator uqtirildi. Ko'pchilik qolgan nim degandi deganni o'ylamay, Mayra xonimning degani bo'yicha tinch o'tirayli deb, sabr deganning tigi oltin. Chunki siz va biz g'alba qilib bo'lgan suv ustiga chiqib bo'lgan bir supining a'zolari hozir. Biz intayin bexatarlikni o'zimiz qo'g'dimisak bo'lmaydi. O'zimizning shaxsiy bexatarligi ham o'zimiz qatnashgan mushu Jungo arzusi supsining bexatarligini qo'g'dash har bir a'zoning boshlatib bo'lmaydigan burchi bu. Bexatarlik nereden keldi? Ağzımızın çın yumuştan keldi. Artık gap sözlerini qilmaslikdan keldi. Artık xat yazmaslikdan. Nəhayət kiçik nöqtələrdə özünüzni ket görüb qoyursuz bəzi vaqtda. Şuna hazırki tor bexatarlik xizmətinin tələbi nima? Amalning barcha hatto ki telefonlardamı bir minutdan eşib sözləşmən qarşı tərəf bilan amalga diqqat qiling. Mən shunchalik askartaychimi ko'pchilik. Toplarning ichini qumdak gap qilib, qumdak so'zlab bir narsalarni avatib bundaq ko'mvatmayli. Biz g'alba qilib bo'ldik. Bu narsalarni ko'rish ko'rmaslik biz uchun baribir. Biz faqat eng halqiliq vaqtdagi xabarni kutsakli bo'ldi. Mana bugundan boshlab ko'pchilik alayida diqqat qilayli. Bugun 15, 12-oyga 15. Sanavag'idek bir necha supla bo'ldi. Jumi? Endi ortiq gapmi kerak emas. Menmi ortiq so'zligim yo'q bu yerdan. Ko'pchilikka mushuni alayda askartish berib qo'ydim. Mening mushu so'zlarimni barliq ko'ku to'plarga ham karxon undidar to'plarda o'tirib atgan barliq ko'pchilikka yetkazib qo'ysaqlar shuning o'zi kifoya.